diyor. Aytmanglar menga uni. Dubayga kelsa kelmaydimi degan. Men qo'rqib ketdim sizdan. Tez qaytay dedim, keyin tez qaytay va Abu Dabiga o'sha nimaga keldim, tez qaytay deb ketib qoldim. To'g'risini aytaman, o'zim men mana shu ismni, mana shu multik degan ismni uni birov ishlatsa ham oldimda gapirmaydi deydigan darajada xafa bo'ldim to'g'risi. Chunki endi yarashib ketdik. Endi o'tgan ishga salovat, Xudo kechirsin. Meni rashkim yomon. Men rashkim kuchli meni. Elyor aka bilan gaplashib turamiz biz lekin. Bu sizga men aytaman sizga, Elyor aka, agarda yo'lingizda bo'lsa, meni ko'rib turib borma deb hech qachon aytmaydi u. Men bilaman, siz shuni yolg'on gapiryapsiz-da, Sardor aka. Yo'q. Hech qachon gapirmaydi. Bormoqchi bo'ldim. Aka kerak emas unday dedi. Oldimda yana ikkita bola bor edi. Qaytdim. Hech qachon gapirmaydi. Endi qarang endi qarang. O'sha paytdagi meni holatimni siz tushuna olmaysiz-da. Siz tushunasiz. U sizga bor deb aytadi. Dubaydaligingizda kelganligingizda, Dubayda Burj Xalifasini oldida yangi yilni kutib olganingizda, Burj Xalifasini tagida o'tirganingizda, o'sha joydan joy izlom qilaylik, o'sha yoqqa borib o'tiraylik dedim. Eloraytda aka multiga borayotgan ekan Dubayga dedi, o'sha yoqda kutmoqchi ekan restorandan joy booking qilaylik dedim. Multiga borayotgan ekan dedi. Unda bo'lsa bormayman. Abu Dabida keyin Stepada Kornejda kutib oldim yangi yilni. Men ham Abu Dabida kutib oldingiz, siz lekin siz tarafda nima bo'lmadi? Salyutlar ko'p bo'lmadi sizda. To'g'rimi? Bo'lmaydi. Dunyodagi eng uzoq salyut otilgan 80 minutmi, 90 minut Abu Dabida rekord bo'ldi-ku, Guinness rekordlari. Yo'q, men bir videoingizni ko'rdim, vobshe Abu Dabida yaxshi salyut bo'lmagan u. Endi videoga yaxshisini tushira olmaganman. Dunyodagi rekord Abu Dabida bo'ldi. Lekin soat otildi. Burj Xalifa kuchli bo'ldi lekin. Burj Xalifada endi u bagati. Burj Xalifadan joy bron qilish qancha bo'ldi o'sha yangi yil kuni? Burj Xalifada bir kafeda o'tirdim. Shu yonidagi kafeda. Unaqa qattiq ko'p narsa yemadim, lekin ketib qoldim men. O'zim yolg'iz o'tirdimda, keyin bir nima ichdim, yedim, keyin ketib qoldim. O'sha yo'l yopilgan edi. Booking qildingizmi ichkaridan restoranni? Yo'q, kirib ketdim. Qochoq yo'li bilan kirib ketdingizmi ichkariga? Ha. Kirib ketdim. Voy shustri. Men bookingdan hamma yo'l yopiq turibdi-yu. Hamma yo'l yopiq. Bir nima qilib kirib ketdim. Qiyin bo'ldi kirish lekin. Ko'rdingizmi? Dubayga kelganingizda ham boshqa bala bo'lganda, oriyati kuchli bo'lmaganda, urishib qolgan bo'lsa ham ana yoqqa kelib ekanda borib, cho'qinib, tiz cho'kib, ko'tarib borib, ana shunday qilaychi deb. Ko'rdingizmi? Olim kelsangiz ham oldingizga bormadim. Menga hamma Burj Xalifada yangi yilni kutib tursam, menga yonimga kelib hamma pokistonlik yigitlar gapirdi menga. O'zim yolg'iz yurgandan keyin. Pokistonlik yigitlar menga. Pokistonga erga tegolmabsiz-da. Kallangizga bunday sarini o'rab olib, kuchi xutahay deb. Pokistonliklar menga Instagramni so'radi, hamma bu chaychilik bir yerga boraylik dedi. Men yo'q dedim. Siz Pokistonliklarni fokusiga o'tirgan bo'lsangiz, uncha chiroyli qizmas ekansizda. Yo, Dubayda turar ekan, 15 yil turar ekan Dubayda ular. O'zi ko'ringan qilib ko'rdingizmi ular bilan gaplashib? Yo'q, endi shu yangi yilni kutib turibmiz, уже yarim soat qoldi. Уже gaplashib turdik-da. Lekin dальше chay ichamiz bir nima dedim, men yo'q dedim-da, o'zim kafeda o'tirdim. Menga Arabistonda arabka qizlari, sheyxa qizlar ko'rishaylik deyapti, ko'rsin. Sheyxa qizlar bilan ko'rishsam ekan, Ferrari olib beraman deyapti.
Ko'rishaylik siz bilan deyapti. Ferrari olib beraman deyapti. Dubayga borganimda yana o'tirmadim Ferrariga. Men usti ochiq mashinaga usti ochiq kabrioletli mashinaga mindingizmi? Yo'q. Endi borganda minaman. Nima uchun shuncha payt minmadingiz? Shu endi borishimga yaxshi-da endi. Shu minaman deb boraman-da endi boradigan bo'lsam. Usti ochiq kabriolet mashina minaman deb kelasizmi? Lekin vertolyotga o'tirdim, yaxtaga o'tirdim. Golfga bordingiz. Golfga bordim. Siz borganmisiz? Bormagansiz. Golfga bormaganman. Вообще video qo'ymagansiz. Yo'q, golfga bormaganman. Men uncha o'zi o'ynab ko'rmaganman-da umrimda. Qiziqmaganman golfga. O'ynamaganman golf. Golfga bordim. Kuchli qiziq yerga bordim, lekin shu Ferrari qoldi bir. Yaxtaga o'tirdim. Yaxtaga bunaqa krupni hamma chiqayotgan yaxtaga. Krupniga o'tirdim. Ovqatlanish. 2-3 odamlik emas-da, 2-3 odamlik emas-da. Endi o'sha 2-3 odam shaxsiy o'zingizda yaxtangiz bo'ladi, begona bo'lmaydi. Xohlaganda haydab, xohlaganda ketib. U boshqacha emasmi? Ha, boshqacha, lekin u yaqin odamlar bilan o'tirish kerak-da. Siz yaxtaga mindingiz, ko'ribni yaxtaga men tug'ilgan kunimda yaxtada qildim. Ha. Tug'ilgan kuningizda qizlar bilan nishonladingiz, bilamiz hammasini. Qizlar bilan nishonlaganim, men qizlarning oldiga borganim ham yo'q, yaqinlashganim ham yo'q. Ko'rib o'tiribman. Ko'zim sag'la. Nimani ko'rib o'tiribsiz? Bunday qilayotganingizni ko'rib o'tiribman. Semiribsizmi? Yo'q. Necha kilosiz? 53. Golfga borib tushgan rasmlaringizdan bunday semiz ko'ringansiz. Semiz emasman. Golf o'ynagan paytda tushgan rasmlaringizni ko'rdim. Nimaga like bosmaysiz endi ko'rsangiz? Endi bosgandirman balkim, qayerdan bilasiz? Bosmagansiz. Balki o'zimning profilimdan emas, boshqa profildan ko'rgandirman. Shu Dubayda kutib keldim yangi yilni. Yaxshi bo'ldimi, ha? Yo'qda menga Dubay yangi yil kuni. Burj Xalifa yonida kuchli bo'ldi. Salyut. Hayotimda birinchi marta ko'rdim shu katta salyutni. Dubay dunyodagi eng chiroyli davlatlardan bittasi. Eng chiroyli, eng brend, eng trend davlatlardan bittasi Dubay. Endi eng zo'r emasdir, lekin siz тоже eng zo'rlardan bittasi. birinchi marta kutdingiz, a? Dubayda yangi yilni, Abu Dabida birinchi marta siz. Ikkinchi marta. O'tgan yili ham shu yerda bo'ldingizmi? O'tgan yili ham Dubayda edim. Dubayga kelganimga necha yil bo'lganini bilasizmi? Endi 1,5 yil bo'ldi-yu. Ya. O'tgan yil emas, undan oldingi yili noyabr oyidami, dekabr oyida kelganman. 2 yil bo'ldimi? 2 yil bo'ldi. Mana shu yangi yil emas, undan oldingi yangi yilda ham Dubayda kutganman. Abu Dabida emas, Dubayda kutdingiz, birinchisini. Birinchisini Dubayda kutdim, Burj Xalifasida kutdim. Ukam bor edi payt Elyor bilan. Ikkinchisida ham Elyor bor edi. Unisida Abu Dabida kutdim. Elyor har yili dekabr oyida keladi-ku, o'qishdan bo'shagan payti. Yaxshi. Dubayda. Lekin kuchli bo'ldi, menga yoqdi-da. Dubayda men ko'rdim yangi yilni, endi boshqa yerda ko'rish kerak. iPhone 17 Pro Max oldingizmi? Ha. Birinchi bo'lib oldingizmi yoki keyinmi? Keyin. Qanchaga oldingiz? Bilmadim. Esimda yo'q. Qanaqa svetidan? Orange.
Anaqa sariqmi? Sariq. Sizdachi? Dubayda arzon, a? Telefon. Menda 3 ta 4 ta bor. Shu Dubai Mallga bora olmadim. Dubai Mallda, или Dubai Marina, Burj Xalifani yonidagi торговый центр Dubai Mall, a? Dubai Mall. Dubai Mallning ichida Apple degan bor edi-yu. Sentr. Unga kira olmadim, shuni unutib ketman. Shu yerda. Ana shu Apple Centerda $1100 turibdi. O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham menimcha qimmat hali ham. Qimmat hozir. Qimmat. Dubaydan kelgan telefon lekin ishlamay qoladi deb eshitdim. Kod tushib qoladi deb. Rostmi shu? Bilmayman. Xabarim yo'q. Ana ukalaringizga olib bergan yo'qmisiz? Olib berdim. Ishlatyapti. Yachyaptimi? 17 dan ko'ra 17 Air chiqdi, ko'rdingizmi? Ingichkagina. Yo'q, ko'rmadim. Air degan. Asinchiga. Yaxshimi unda? Dahshat. Ana Airdan ishlatdim. Ana oranjevisidan mana metalik svetidan ham bor, ko'kidan ham bor. Hammasidan ishlatib ko'rdim. Разница это только цветda emasmi? Разница. Yo'q. Hammasi har xil bo'lar ekan. Svetida bo'lmaydi, hammasi har xil bo'lar ekan. Issiqmi hozir Abu Dhabi pogoda? Bugun basseynga chiqdim. Men тоже basseynga bordim. Bizda ana otelda bor edi basseyn. Ko'rdim. 5 yulduz nimaga bordim-ku men ham otelga. Yaxshi otel ekan. Yana borsam shu yerga borishim kerak. Yo'qdimi? Ha, вообще yo'qda bu borgan otelim. Nomi nima ekan? Esimdan chiqdi, lekin 5 yulduz edi. Ha. Bir kechasi $100,000 assaga bordingizmi? 7 yulduzlikmi? Ha. Qanaqa boraman? Palma Jumeirah degan joyda bor. Asha gassisaga o'sha kuni borib keldim. Yo'q. O'zi Dubayga borib yuribsizmi, yo'qmi hozir? Dubayga ishim bo'lsa boraman, bo'lmasa yo'q. Qizlarni kutib olishga borasiz. Shu-ku sizning ishingiz. Yo'q.